Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana spalniyamiz tayyor bo'ldi. Shkaflar bor. Lakin rolilari o'zi yopiladi. Shular vakuum yopiladi. Mana xonalarimiz. Detski divanlari, kompyuter stol bilan shkafimiz. Bo'lgali bir tomoni beshilkali. Bitta nari xonamizga o'tamiz. Xonaga ham alohida spalni, ikkita kvartiraga joy qilingan hozir. Mana spalnimiz, spalni xonamiz. Rolli shkaf qilingan bakka katta xonaga. O'rtasi bo'lgali. Ikki tomoni mushilkali qilib, tomonida alohida tomoniga erkaklar uchun, tomon ayollar uchun polka qilingan. Bu tomondan detski xonamiz bor oxirida. Hozirgidek kompyuter stolimiz detski xonada. Alohida divanlar, tumba ikkalasining o'rtasiga. Mana sharni qo'yilgan hammasiga. Kimga shunaqa zakazlar joyini o'lchab, zakazga xohlagan rangda qilib berish kerak bo'lsa, zakaz qilaverasizlar. Aytgan materiallardan qilib beramiz. Kuxonniy, spalni xonaga, servan, barcha zakazlar qilib beraveramiz. Xonani o'lchab, joyiga moslab telefon nomerimizni qoldiramiz.